Toshkentda Real Sanjik nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovning ustidan shov-shuvli sud jarayoni davom etmoqda. U bir vaqtning o'zida bir nechta epizodlardan iborat. Olimboyevlar oilasi uyi atrofidagi firibgarlik, giyohvand moddalar va tahdidlar. Jarayon boshlanganidan beri tomonlar ko'chmas mulk bitimining dalillari va tafsilotlari haqida bahslashmoqda. 24-aprel Mirzo Ulug'bekda navbatdagi sud majlisi mojaro bilan boshlandi. Gap bloger Gonzo, ya'ni Geydar Aliyev haqida ketmoqda. Himoya uning yopiq materiallarini e'lon qilib, jarayonga bosim o'tkazayotganini aytdi. Natijada u zaldan chiqarib yuborildi. Keyin esa giyohvand moddalar epizodiga o'tildi. Karimov topilgan moddalar xorijda davolangan va shifokorlar ko'rsatmasi bilan kannabis iste'mol qilgan marhum otasiga tegishli bo'lganini aytdi. Sanjar Karimovning so'zlariga ko'ra, u o'zi ham 2 marotaba kannabisni iste'mol qilib, ammo sotish ayblovini butunlay rad etdi. Himoya ham tintuvning qonunligini shubha ostiga oldi. Advokatlarning so'zlariga ko'ra, tergov harakatlari bir vaqtning o'zida bir nechta binoda o'tkazilgan. Garchi faqat bittasiga ruxsat berilgan bo'lsa-da. Bundan tashqari ular ofisdagi kameralarning qattiq diskka ataylab shikastlanganini va shu sababli tintuv yozuvlari yo'qolganini ta'kidladilar. Alohida epizodga o'tsak, ya'ni Olimboyevlarning uyi. Hozirgi uyning egasi uni 1 so'mga qaytarishni bildirdi. Sud shundan so'ng tanaffus oldi. 27-aprel kuni sud bu masalaga qaytdi. Uyga qo'yilgan taqiq olib tashlandi, ammo uyni aynan Olimboyevlar oilasiga qaytarish cheklovi bilan. Shu kuni giyohvand moddalar bilan bog'liq epizodni tahlil qilishni davom ettirishdi. Sudda ekspertiza o'tkazgan Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi so'zga chiqdi. Uning ta'kidlashicha, musodara qilingan modda tamaki va kannabis aralashmasi bo'lib, taqiqlangan qismining aniq vaznini alohida ajratib ko'rsatishning imkoni bo'lmagan. Himoya tarafi esa uni sof vaznini chiqarishni ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, advokatlar ehtimoliy qonunbuzarlikka ishora qilishdi. Modda joyida tortilmagan, hujjatlar bo'yicha esa savollar mavjud. Sud qaror chiqarishda ushbu dalillarga baho berishni ta'kidladi. Yakuniy epizodga o'tsak, ya'ni Shahzod Rispatovning onasiga Sanjar Karimovdan bo'lgan telefonda tahdidlar. Ayolning aytishicha, u uni yolg'on ko'rsatma berishga undagan va tahdid qilgan. Karimov buni inkor etadi. Uning so'zlariga ko'ra, jumlalar kontekstdan yulib olingan va Rahmatullayevaning o'zi uni oldiga kelib, pul taklif qilgan. Shuningdek, u suhbat yozuvi to'liq e'lon qilinmaganini aytdi. Sud majlisidan so'ng Karimov jurnalistlarga shunchaki uni chiroyli podstava qilishganini aytib o'tdi. Меня чисто красиво подставили. Siz esa ushbu vaziyatda kimga ko'proq ishondingiz? Javobingizni albatta izohlarda yozib qoldiring.